Qiz bola erga tegdi degani ota-onasi o'ldi degani emas. Bugungi kunda xotin o'rtasidagi munosabatlarning buzilishiga, oilaviy ajrimlarga sabab bo'layotgan eng katta muammo erning xotiniga ota-onasi bilan aloqa qilishni, ularni borib ziyorat qilib kelishlikni taqiqlashidir. Yoki qaynona-qaynota tomonidan keliniga ota-onasini ko'rib kelishga taqiq qo'yishidir. Hurmatli erkaklar, avvalo sizga aytaman. Sizni ota-onangiz ota-onayu, kelinni ota-onasi nima bo'ldi, yo'qmi? Kelin ota-onasi bilan aloqa qilmaydimi? Yoki qaynona-qaynotalarga. Sizni farzandingiz farzandu, kelinni ota-onasiga farzand emasmi? Ota-ona kelinga ham, kuyovga ham o'zining ota-onasi Xudodan keyingi o'rinda turadigan zotlar hisoblanadi. Ular bilan aloqani uz deyishga na erning, na qaynona-qaynotaning hech kimning haqqi yo'q. Hech kimni. Bu ulamolarimizning gapi. Hazratimiz Baxtiyor oila kitobida kelin o'zining ota-onasini agar yaqinda tursa, bir haftada bir marta ziyorat qilib kelishligiga ruxsat berishga majbur deganlar. Agar uzoqda bo'lsa, bir oyda bir marta ziyorat qilib, borib, yotib, ota-onasi bilan, opa-singil aka-ukalar bilan diydorlashib, mehrlashib kelishga ruxsat berishga majbur er. Buni ulamolarimiz aytganlar. Juda ko'pchilik murojaat qiladi mana shu ustozlarimizga yoki bizlarga, adminlarga. Erga tekkanman 3 yildan beri bor yo'g'i 3 marta erim o'zi olib borib 2 soat o'tirib qaytib kelganmiz. Shunda ham to'yda borganmiz. Yotishga umuman ruxsat bermas ekan. Bu qanaqa gap? Bu qanaqa zulm? Xotin sizning shaxsiy mulkingiz emas. Siz ota-onangizga qanday farzand bo'lsangiz, xotiningiz ota-onasiga xuddi shunday farzand. Siylay rahmni uz deyishga, meni desang ota-onang bilan aloqani uzasan, meni desang opa-singling bilan aloqani uzasan deyishga hech qaysi erkakning, qaynona-qaynotaning-ku umuman haqqi yo'q. Umuman. Telefonda istagancha gaplashsin ota-onasi, aka-uka, opa-singillari bilan. Sizga zarari tegmasa bo'ldi. Zarari tegsa to'g'ri tushuntiring. Shunda ham taqiqlashga haqqingiz yo'q. Agar hurmatli erkaklar, Xudodan umidingiz bo'lsa, yaratgan egam sizga baxt va saodat, to'kin sochillik berishini istasangiz, xotiningizni ota-onasi bilan aloqani yaxshilashiga, siylay rahmni tikkalashiga o'zingiz tashabbus ko'rsatib ruxsat bering. Takrorlayman, yaqinda tursa bir haftada bir marta, uzoqda bo'lsa bir oyda bir marta yotib kelishiga ruxsat berishingiz shart. Bu ulamolarimizning gapi.